Assalomu alaykum azizlarim. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi bilan qandaydir o'rtalaringga masofa tushdi. Xo'sh, aloqaga chiqadimi va qachon? Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Bu pozitsiyalarda tanlashdan oldin aytib o'tishim mumkinki, agar shaxsiy savollaringiz ha va yo'q savollariga javob beruvchi shaxsiy savollaringiz bo'lsa, Telegramimdan yozishinglar mumkin. Birinchi pozitsiya bizga nimalar deydi? Xo'sh, aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi aloqaga chiqadimi? Aloqaga chiqadimi? Albatta aloqaga chiqadi deydi. Aloqaga chiqish niyati bor. Qancha vaqtda deydigan bo'lsam, oldingi raqamlarga e'tibor bering deydi. Oyda 26sidir, 6 kundan keyindir, 6 soatdan keyindir, 6 soatdir, 6 kundir, oyning 26si, 6si, 16si. Lekin birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz juda ko'pginalarini deyapti. Agar yaqin orada tortishuvlari bo'lgan bo'lsa deyapti, 2 kun ichkarisida aloqaga chiqishi ko'rinmoqda. Bu yerda birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarda hech qanday aloqasi uzilib ketishi ko'rinmayapti. Bu shunchaki ozgina muddatli tanaffus edi deyapti. Tez orada yarashib aloqaga chiqishi kutilmoqda. Chunki bu yerda sof va chiroyli bir sevgi ko'rinyapti. Ya'ni hali beri sevgi so'nmagan, sevgi hech qayerga yo'qolib ketgani yo'q. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz aloqaga chiqadimi? Hozirgi vaqtda eski kunlarini o'ylayapti deyapti. Aloqaga chiqadimi deb so'raydigan bo'lsam deyapti. Hozir eski sevgilisi yoki eski hayotida bo'lgan insonni yonida ekanligi ko'rinyapti. Siz bilan butunlay aloqalarini uzish niyati bormi? Yo'q, bu yerda butunlay aloqalari uzish ko'rinmayapti. Ya'ni eski o'sha insonidan ham ko'nglini uzolmayapti, sizdan ham ko'nglini uzolmayapti. Qachonki tuyg'ulari bilan bo'lgan muvozanatini ushlay olsa deyapti, aloqaga chiqishi ko'rinyapti bu yerda. Qanchada aloqaga chiqadi deb so'raydigan bo'lsam, bu 3 kundir, 3 haftadir, 3 soatdir, eng uzog'i 1 oylik bir muddat beryapti. Lekin bu juda ham yarali bir holat. Ya'ni eski insoniga qaytib ketishi, siz bilan bo'lgan o'rtadagi munosabatga xiyonat qilishi juda ham og'riqli nuqta ekanligi ko'rinyapti. Bundan vijdoni qiynalyaptimi desa, ozroq vijdon azobi ham bor deydi, lekin qandaydir chorasizlik ahvoli ham bor ekanligi ko'rinyapti bu yerda. Lekin shunday bo'lsa ham hamma narsani o'zi ko'rib, bilib, aqli yetib qilyapti. Hech kim tashqaridan unga aql o'rgatayotgani yo'q, boshqa qilayotgani yo'q, hamma narsani o'z xohishi bilan qilmoqda deyapti. Agarda bir kun kelib sizga qaytmoqchi bo'lsa yoki aloqaga chiqmoqchi bo'lsa ham deyapti, bu u to'laqonli uni qarori bo'lishini ko'rinyapti. Ya'ni o'zini qaroriga ko'ra qaytishi ko'rinmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.